Xo'p, bizda ish protsessori xudo xolasa oxirgi etaplarga yetib kelib qoldi, xudo xolasa. Faqat patolog qismimizni ko'rsanglar bo'ladi. Patolog qismimizda nol qismini atachentalarni qilamiz, xudo xolasa lepkalarni qilib, tillalarni beramiz, xudo xolasa yakuniga yetadi. Qilingan ishimiz juda ham chiroyli, nafis, go'zal bo'lib chiqyapti. Ko'rsanglar bo'ladi. Hali bular tozalanmagan, tillalarni sekin-asta qoqib yuboramiz. Hamma yoq zar bo'lib yotibdi. Bolalarimiz juda ham qattiq mehnat qilishdi, juda ham zo'r ish bo'lyapti. To'xtaganimiz yo'q. Xudo xolasa pollari bitgani, lyustra, pardalar qilingandan keyin bu ishxonani yana to'liq obzorini sizlarga qo'yib boraman va qanaqa atachenta ishlatildi, necha kunda bitdi, necha pul bilan bitdi, nimalar qilindi, bular bilan sizlarga qisqacha tanishtirib o'taman. Bizni kuzatishni davom etib tursanglar, xudo xolasa mana shu ishlarni hammasini ko'rasizlar. Atachentani yaltirashiga, jozibasiga bitta baho berib qo'yasizlar. Chunki bu atachenta mo'yishi ko'pchilik artsa o'chib ketib qoladi, ko'chib ketib qoladi deydi. Unaqa emas. Buni fasadlarga ham, uyni tashqi fasad qismlariga ham qilsanglar bo'ladi. Bemalol yuvib, artib, surtsa qiladi. Atachentani bitta qulaylik, yaxshi tarafi xonaga kirganinglarda xona dim bo'lib qolmaydi. Mana hozir ham keldi ishimizga. Xona juda ham havosi yengil, ekologik toza. Abo'yga nisbatan, boshqa narsalarga nisbatan havo o'tkazuvchilik xususiyati bor.